Alisa, переключатор и разведка включат. Включаю. Xo'p, keling Alisa haqida gaplashib o'tamiz. 21-asrning eng qulayliklaridan biri. Sizga Alisa Umni Dom, ya'niki aqlli uy. Keling, biz sizga buning uchun nimalar qilishni o'rgatib o'tamiz. Birinchi o'rinda Wi-Fi rela va xolodilnik va kotyolarimiz o'chmasligi uchun alohida bitta kanal qilamiz. Xonadonimizni tark etganimizda o'chmaslik kerak bo'lgan razvedka, 3-razvedka. Ya'niki master kulchatorga uning daxli bo'lmaslik kerak. Xonadonga yana qaytib kelganimizda master kulchatorimizni yoqqan vaqtimiz kulchatorimiz bilan razvedkalarimiz yana ishga tushadi. Xo'p, endi keling, buni qulayliklari haqida bir ko'rib chiqamiz. Agar siz uzoqroq safarga ketadigan bo'lsangiz, telefoningizdan bemalol kulchatorlar yoki razvedkalarni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi, yoki do'kon-po'konga chiqqaningizda yosh bolalar qo'lini tiqmasligi uchun. Axir tizim elektriklikda xavfsizlik birinchi o'rinda deyishadi-ku, biz ulab tayyor qilib olganmiz, ya'niki sizga oson bo'lishligi uchun. Alisa, разведка включат. Xo'p. Включаю. Alisa, переключатор включат. Включаю. Endi ikkalasini bir vaqtda o'chirib ko'ramiz. Alisa, разведка и переключатор выключат. Выключаю. Ikkalarimizni o'chirdik, kulchatorlarimizni o'chirib yoqdik, lekin bunga daxli yo'q. Bu yerdan yana yoqib olsak bo'ladi. Agar Alisaning sxemasi sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, direktimizga plyus qoldiring, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, yanada qiziqarli kontent kanalimizda. Aytgancha obuna bo'lib qo'yishni unutmang.